Bu dokument sizni mashinangizda shtrafnoy plashadkaga kirib ketishidan asrab qoladi. Avtomobilni qayta jihoz uchun ruxsatnoma. Ya'ni metan, propan uchun qayta jihoz uchun ruxsatnoma davlat tomonidan beriladi. Bu ikki varroqli qog'oz bo'ladi. Bu birinchi. Hamda ikkinchisi. Bu ikkinchi varroqda mashinangizda danliklari mana yozilgan bo'ladi. Pastda yozib qo'yilgan. Siqilgan tabiiy gaz metan uchun o'rnatish sharti bilan deb yozib qo'ygan. Mana shu dokumentni olasizlar, keyin texpasportni alishtirgani borib, texpasportni alishtirib olasizlar. Bu dokumentni qilib berish narxi bitta minimalniy bo'lar ekan 375 ming. Mana shu dokumentni to'g'rilab beradigan bolalar nomerini mana shu videoning tagida qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqinglar, 10 minut ichida hal qilib berishadi. Ishinglar 10 minutda bitadi. Sizlar yagona darchaga borib, o'chirib kutib, qanaqadir dokument yetmay qoladigan bo'lsa, yana qaytib kelib o'tirishinglar shart bo'lmaydi. Sizlarga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kim mashina haydaydigan tanishinglar bo'lsa, o'sha tanishlar yuborib qo'yinglar. Kommentariyada rahmat deb yozib ketsanglar, juda xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar.